Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, chorva qo'yish qo'zlari va bizni kanalimizning muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Hurmatli obunachilar, videomiz sizlar uchun bugun maxsus bo'ladi. Xudo xolsa 5 minut, 10 minut vaqtingizni akalar ayamasdan videoni oxirigacha ko'rib tursalaring. Xudo xolsa bugungi videomizda akalar 10 dona o'sha yaxshisidan, zo'ridan qo'y qilib olaman degan obunachilarimizga shu birinchi bitidan tuqqan qo'ylarimizga akalar, tug'magani ham bor ichida. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Shu 10 dona qo'yimizda akalar bor ma'lumotini video davomida aytib o'tamiz. Xudo xolsa ketkizgan vaqtingizga achinmaysiz akalar. Videoni boshidan like bosib, kanalda mehmonlar obuna bo'lib tursalaring, xudo xolsa sizlar uchun chiroyli, manfaatli video qilib beramiz. Akalar, hop, bugungi sanalarimizda ham aytib o'taman. Hop, 2025-yil 8-noyabr haftaning akalar shanba kuni. Bugungi kun hammalaring xayrli bo'lsin akalar. Hop, bu yerda Qirg'izistondan kelgan 10 dona o'sha yaxshi nasldor so'g'liqlarimiz akalar. Hop, qo'zisi bor akalar ichida. Aksariyat akalar 2 tish, 4 tish. Kattasi 4 tish akalar. Hop, soni 10 dona. Hop, bo'ylar akalar degan bo'lsak akalar, hozir metrimiz yo'q, lekin metrga o'lchab ko'rganmiz. Past 80 chiqadi akalar, baland 85. Xudo xolsa hammasi Qirg'izistonda Bishkek qo'ylar, nasldor qo'ylar. Shuni olib yaxshi daromad qilib, bir uzoq vaqt 5-6 yil yaxshi bolasini olib yuraman degan akalarimiz ekran nomerdagi aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Hop, yeb ichishi, sog'ligidan muammolari yo'q akalar. Xudo xolsa chiroyli keldi akalar. Charchoqlari chiqdi. Endi sekin pardolini berib akalar charchoqlarini chiqarib, shu chiroyli qilib obzor qilyapmiz. Sizlardan yana qaytarib aytaman, bitta iltimos. Qo'y olmasangiz ham bitta like bosib qo'ying akalar. Xudo xolsa qo'y mashinaga qo'yda qidirib yurgan akalarimizga video tarqalish uchun, keng tarqalish uchun ular ham ko'rsin akalar, shunaqa yaxshi qo'ylardan olib qolsin. Xudo xolsa uzoq vaqtlar yurishadi. Hop, obunachilar, xudo xolsa narxi ham chiroyli bo'ladi akalar. Bir qator bo'ladi ham. Endi hammasini emas, hammasini tishini ko'rsatsak vaqt o'tib ketadi. Bitta bu yog'idan akalar, bitta oxirisidan tishini ko'rsatib o'tamiz akalar. Xudo xolsa yaxshi tishlar ham. Obunachilar mana tishlari. Hop, bu qo'zdan endi tishga chiqdi. Janor ozgina qaysarlik qilyapti. Mana o'rtadan ham tako'radi. Mana shu. Akalar, bu 4 tish. Hammasi. Akalar, bunisi qo'zdan endi tishga chiqarayotgan ko'ryapsizlar, tish to'kkan akalar. Xudo xolsa hali tish buzmagan. Tishini endi to'kib ekishga harakat qilyapti. Hop akalar, bularnikidan, bular 4 tish akalar. Qolganlari ham shunaqa 2 tish, 4 tish qo'ylar. Akalar, hammasini qulog'ida emblemalari turibdi. Qirg'izistondan o'sha realni o'zi dokumentlari bilan chiroyli o'tgan akalar. Hammasi o'sha nasldor qo'ylar. Qari quri qo'ymas. U 4 ta 5 ta tuqqan qo'ymas akalar. Xudo xolsa oldi bitidan tuqqan akalar. O 2 tish qo'zlari hali tug'magan. Shuni olib borasiz akalar. Xudo xolsa bularni bizga qochgan deb berdi. Oldi toshlarini ham ko'rasizlar akalar. Kelishgan narsalar, iligi baquvvat. Shu qo'y qilib uzoq vaqt haydab yuraman degan akalarimiz akalar. Xolos emas. Ular bir qari jundi ichida emas obunachilar. O'zi juni to'kiladigan variantida chiroyli yaxshi qo'yib ketgan janavorlar. Rosa o'sishga keldi qo'ylar. O'sishga keldi obunachilar. Ana bu taraflaridan yana bir qator ko'rsatib o'tamiz akalar. Xo'p, bo'ylarni ham aytib o'tdim akalar. Oldi 85, xo'p, ketdi akalar, oxirlari 80 kilo. 80 ga o'rasizlar akalar. Xudo xolsa hammasini bittaga obunachilarimizga narxini ham yengil qilib beramiz. Hop, narx akalar degan bo'lsak akalar, hop, bularni hozir 5,5 million, 6 million qo'ysa ham bo'ladi akalar. Maqsad sotish. Bizdan olgan ham chiroyli daromad qilsin akalar. Chiroyli baraka topib, qo'yni olib borgandan keyin rahmatini aytsin. Bunaqa akalar 6 million 5,5 narx yo'q akalar. O optimiga 10 tasiga pul sanayman degan akalarimizga 5 million 300 ming so'mdan akalar chiroyli qilib sunnatiga yengil xayrini o'tib beramiz. Endi aytganingiz bu qilmasinligi uchun akalar. 5 million 300 ming so'mdan akalar qo'ydi mayda. 80 deyapti ama o'z 5,5 sotilib turgan narsalar akalar. Optimga olsangiz 5 million 300 ming so'mdan chiroyli qilib Toshkentgacha dostavkasini besplatniy qilib yetkazib beramiz. Vodiylarga bo'lsa akalar sunnatiga qadamiga ozginadan yo'l qo'yib beramiz. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xo'p akalar, shu 5 minut 10 minut 5 minutdan bo'lmabdi hali. Shu akalar ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolsa qo'ldan kelgancha shunaqa qo'y qidirib izlab yurgan akalarimizga chiroyli qilib podlista qilib jo'natib qo'yaverasizlar akalar. Qo'ylarimizda ham xudo xolsa
yaxshi nasldor qo'y bo'ladi. Bu qo'ylarni qaranglar. Birortasi unaqa bachkana qo'y yo'q ichida. Hammasi o'z saralanib olingan akalar. Terilgan narsalar. Shu bir qo'ra bola yuraveradi akalar. 4 ta 5 ta bolasini chiroyli qilib olib akalar daromad hisob bo'laveradi. O'zi bittadan tuqqanda bular narxi chiqib ketadi. Jonivorlar. Xo'p, akalar, like-ni bosib, shu paytgacha bosmagan bo'lsangiz ham kanalda yangi kuzatib turganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolsa shunaqa yaxshi qo'ylardan sizlarga chiqarib berib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Hammaga shunaqa qo'ylardan 2 barobardan ko'p boqish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Kanalga obuna bo'lib qo'ying.